Ayolning roli. Abdori Muhammad Yusuf. Adam atimiz va Havo onamizning yaratilishi bilan tang tarix sahnasiga qadam bosgan insonlar o'z tarixida nurg'un murakkab voqea, siyosiy va ijtimoiy hodisalarning shohidi sifatida tarix batlaridan o'rin oldi. Tabiiyki, bu tarixiy hodisalarning parovozi sifatida onalarning rolini sal qarashqa bo'lmaydi. Chunki onalar mayli islom tarixida yoki islomdan burungi tarixlarda bo'lsin, ularning roli belgilik ta'sir kuchga ega. Islom dinimizda bo'lsa, ayollarning jamiyatdagi o'rni va haq-huquqlari muayyanlashtirilgan bo'lib, qadr-qimmati ko'tarilgan. Islom tarixi ayollarning qo'lga keltirgan natijalari va yaratgan ulgilari bilan zinnatlangan. Musulmon ayollarning qo'lga keltirgan natijalari erlarnikidan hargiz kam bo'lmagan. Shuning uchun Janobi Alloh onalarning o'rnini va jamiyatdagi rolini insonlarning qalbida texmo yuksak darajaga ko'tarish uchun Hajar, Asiya, Maryam, Hadicha va Oysha onalarimizga o'xshash nurg'un onalarga munosabatlik voqea va hodisalarni Qur'oni Karimda oshkora yoki ishorat qilish bilan o'ttirg'a qo'yib o'tgan. Oladigan bo'lsak, Hajar onamiz sabablik Zamzam opredi bo'lgan bo'lsa, Safa Marvada sa'i qilish yana uning iznosi sifatida islom shuari bo'lib belgilangan. Payg'ambar alayhissalomga birinchi bo'lib iymon etgan kishi ayol, ya'ni Xadicha raziyallohu anha. Islomda tunji shehidlik sharafiga noil bo'lgan kishi ayol, ya'ni Sumayya raziyallohu anha. Umar ibn Xattob, Xolid ibn Valid, Salahiddin Ayyubi, Fatih Sultan Muhammad qatorliq qo'mondonlarni yetishtirganlar ayol edi. Ayollar jamiyat hayotining yarmini tashkil qilgandimi, ular erlarga nisbatan yanada ko'p sonni egallaydi. Chunki onalar jamiyatning o'g'li bo'lgan oilaning tunji muallimlari bo'lib, balalar onalarning diyonatini va axloqini eng avval o'zlariga yerlashtirdi. Chunki onalar farzand hayotidagi tunji muallimlardir. Qur'oni Karim Hazrati Maryam Fir'avnning ayoli Osiya qatorliq pok va o'lgilik ayollarning, Yaman malikasi Balqisga o'xshash jasoratlik va tadbirlik ayollarning qissalarini bayon qilish orqali ayollarning islomdagi o'rnini muayyanlashtirgan. Payg'ambar alayhissalomning va sahobalarning zamonida ayollar erlar ishtirok qilgan sohalarning hammasida bor edi. Hatto Umar ibn Xattob raziyallohu anhuning xalifalik davrida Shifo binti Abdullah ismli ayolning bozor boshqarish ishlariga tayinlanganligi rivoyat qilingan. Ma'lumki, bozor boshqarish ishlari hamma odam qila oladigan o'ng'ay ish emas. Afsuski, ayollarning islom davri va jihad yo'lida ko'rsatgan xizmatlari va har bir islom davridagi roli shunchalik katta, shunchalik muhim bo'lgan turuqliq. Keyingi asrlarda musulmon ayollarining g'albillari tilga ancha ilinmaydigan, ularning roliga ahamiyat berilmaydigan, ularni jamiyatdan yaklab, uyda o'ltirishga qistaydigan, islom ta'limotiga yot chaqiriqlar va fatvolar ko'payib ketgan. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarning zamonlarida va islomning oltin davrlarida erlar bilan birga jihodga chiqqan, ilm so'rinlaridan qilib qolmaydigan, barliq ommaviy ibodatlarda, da'vatlarda erlardan qilishmay hozir bo'ladigan ayollar keyingi asrlarda
Xususan, musulmonlar chekinishga boshlagan asrlardan beri o'zlarining jamiyatdagi o'rniga ega bo'lolmaydigan, bola tug'ish va tamoq etishdan boshqa ishga silinmaydigan o'ringa tushib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda ayollarning har soha bilimlarini egallashi targ'ib qilinmay, aksicha ularni bu yo'ldan chekindiradigan fatvo va chaqiriqlar ko'payib ketdi. Masalan, ona vatanimizda qizlar o'qisa talaysiz bo'lib qoladi. Qizlar baribir xalqning bolasi, ularni o'qitib nima qiladi deganga o'xshash ta'tir tashviqotlar yamrab ketdi. Hatto ayollarni kamsitib, ayolning chechi uzun, aqli qisqa deydigan qarashlar umumlashdi. Qisqasi, ayollarga Qur'on Karim bergan haq-huquqlar va e'tiborlar hech berilmadi. Shuning bilan ayollar bilimsiz, ma'rifatsiz va nodon qoldirildi. Andin ularning qo'llarida o'sgan farzandlar xuddi onalardek nodon, bilimsiz bo'lib o'sdi. Natijada biz bugungi kuniga qoldik. Bizda har qanday odam o'zini komil musulmon deb biladi. Nurg'un kishilar kichigida oila tarbiyasining yetarsiz bo'lganligidan, bilishga tegishlik nurg'unlagan mo'yim bilimlardan bexabar o'sganligini hech bilmaydi. Buni murakkab nodonlik deymiz. Chunki bunday kishilar o'zining bilmaydiganliklarini bilmaydi. Az sondagi oila tarbiyasi joyida bo'lgan kichikidan aqida, iymon, axloq, halol, harom, adab, qoida deganlarni suvdak o'rganib va amal qilib cho'ng bo'lgan kishilar mana men deb turadi. Janobi Alloh taolo bizni ashunday kishilarning qatoridan qilg'ay. Amin. Meni yetishtirgan va o'qitgan kishi ayol edi. U bo'lsa rahmatlik onam. Madrasa hayotidan turmush hayotiga yo'tkalgan. Madrasada o'qiganlarni bir-birlab oilasida tatbiq qilgan. Haqiqiy diyonatlik va go'zal axloqliq ayol bo'lib, oilamizdagilarga va qo'shnilarga ulgu edi. Tilim chiqib, bir narsalarni deyishni o'rgangan chig'imdala, menga avval kalima shahodatni o'gitib, og'zimga iymon solgan kishi ashu onam edi. Men 6 yoshlarga kirgan chig'imda qo'limdan yetilab, neriqi ko'chadagi Oyshamxon xalifamga Qur'on o'qishga opirib bergan ayol onam edi. Menga Qur'on o'qishni, kitob o'qishni, namoz o'qishni o'rgatgan kishi tunji ustozim, ashu Oyshamxon xalifam degan ayol edi. Rahmatlik ustozim Oyshamxon xalifam umrini yosh o'smirlarni o'qitish, qiz ayollarga dars berish, vaz nasihat qilish va ularni tarbiyalash ishlari uchun otivatgan o'lima ayol bo'lib, hech yotliq bo'lmagan ekan. Men o'qiyotganda yesh 70 dan oshgan mo'may edi. Ammo teni saq, noiti hushyor, ziyrak, noiti taqvodor va g'ayratlik ayol edi. Men bilsam, bola o'qitdi degan ayiblar bilan bir qancha qitim soqchixonlarda yetib chiqqan edi. Men bu tunji ustozimni xeyli o'limalarga tang qilmayman. Ona vatanimda mushundaq nom nishonsiz unutilib ketgan Oyshamxon xalifamlardan yuzlab, minglab borlig'iga ishonaman. Navoda Pekirning hozirgacha qo'lga keltirgan oz to'la emgaklari bir natija deb qaralsa, shu natijani qo'lga keltirishga menga umid va madad bo'lgan, meni qo'llab yordam qilgan, men va farzandlarim uchun chechini supurgi qilgan kishi yanala ayoldir. U bo'lsimi qadrlik ayolim edi. Ko'ngil xotirjam bo'lmasa, oilada huzur halovat bo'lmasa, ulug'vor ishlarni emas, oddiy natijalarni qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Ayolim ailening yukini ko'tarish, farzandlarimni tarbiyalash va beqish qatorliq mo'yim, jafoliq ishlarni ustiga olganligi uchun menga bahuzur o'ltirib yezish, ta'lim qilish fursati yoritildi. Demak,
mening g'albilarimning orqasida faqatla ayollar bor desam mubolag'a bo'lmas, albatta. Chunki og'zimga tunji bo'lib iymon solgan kishi ayol. Tunji bo'lib menga Allohning kalomini o'rgatgan kishi ayol. O'qiganlarimni o'tirg'i chiqarish ishlarimda meni qo'llab quvvatlab, orqamda turgan kishimi ayol. Men bularning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman va ularga qanchalik qarzdor ekanligimni e'tirof qilmay turolmayman. Bizning Uyg'ur tariximizdami Nozukum, yetti qizlarim, Iparxon qatorliq yüzlagan, minglagan qiz ayollar xalqimizning qalbida qahramonlikning obidalari bo'lib saqlanib kelgandek, Allah yo'liga o'zini atagan yosh avlodlarni diniy va milliy ongda tarbiyalashga katta natijalarni qozongan. Bu yo'lda shahid bo'lgan Uyg'ur qiz ayollari xalqimizning qalbida yashnamoqda. Ana vatanimizning shahar va yezilarining har bir mahallarida o'qitish ishlarini elib bordigan, joy-joylarga berib, qiz ayollarga vaz nasihatlarni o'rinlashtirdigan o'lima ayollar buvim deb ataladi. Ular noiti jangovarlik bilan faoliyat elib boradi. Ular erlarga nisbatan qo'rqmas keladi. Buvimlarning diniy xizmatlari o'limalarnikidan har ko'z oz emas edi. Uning ustiga ular millatning tunji muallimlari bo'lgan onalarni tarbiyalaydi. Hozirgi mushu davrdami erlar bilan o'xshashlar jafo tortayotgan, turmalarga qamalgan, hatto shahid qilingan ayol o'limalarimiz, ayol ziyolilarimiz va ayol yozuvchilarimiz oz emas. Turkiya, O'rta Osiyo Jumhuriyatlari va ba'zi Yevropa davlatlarida diniy va milliy ta'lim tarbiya sohasida jon ko'ydirib ishlayotgan, barliqini avlodlarimizning kelajagi uchun atab xizmat qilayotgan sonsizlagan ayol qahramonlarimiz bor. Qozog'istonning Olmut shahrida har millatdan bo'lgan yetim bolalarni yig'ib, ularni o'z onasidek beqish bilan birga ustozlarni taklif qilib, ularni o'qitib, tarbiyalayotgan, hatto Rus va nemisning bolalarini ayrimay beqib, tarbiyalab, musulmon qilib qatorga qo'shgan Aminaxon hojim degan Uyg'ur ayolni bilaman. Men u ayolning yetimlar uchun ta'sis qilgan yotoqxonalarni ziyorat qilib, uning g'ayratiga hayron qolgan edim. Ayollarning har qanday bir ishni astoydil, qitirqinib, inchikilab va noiti diqqat bilan qilish xususiyatiga ega ekanligi hamma e'tirof qiladigan bir reallikdir. Amerika, Kanada, Yaponiya va Yevropa qatorliq davlatlardagi davlat organlari sohasida va ma'muriy idoralarda ishlaydiganlar orasida erlardan ayollarning ko'p bo'layotganligimi bu sababdan bo'lsa kerak. Afsuski, bizda faqat erlarning botirligi, qahramonligi ko'rsatgan xizmatlari Allah yo'lida shahid bo'lganligi haqida so'zlanadi va yoziladi. Ammo shu erlar bilan bir safda turib xizmat qilgan, o'xshash qismatlarga duchor bo'lgan Uyg'ur ayollari haqida so'z bo'lmaydi. O'ylaymanki, bu ahvol ayollarni jamiyatdan yaklashdan iborat uzun yillik qaloqlikning mahsuli bo'lishi mumkin. Agar shundoq bo'lmasa, nima uchun Allohning diniga xizmat qilgan, asrlardan beri millatimizning onalarini yetishtirgan, erlarga o'xshash turmalarga tashlangan va shahid bo'lgan qahramon ayollarni tilga elib qo'ymaymiz? Eng afsuslanarligi, bu qitim vatanda tutilib ketgan o'limalarning sonini turg'izish jarayonida 650 dan ortiq o'limaning ism familiyasi turg'izilgan bo'lsa-mu, shularning orasida bir ayol ismi yo'q. Gerçi bu ismliklarni turg'izg'uchilar
Uyg'ur jamoatchiligidan ayol o'limalar haqida ma'lumot talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski bundaq ma'lumotga erishalmagan. Tutilib ketganlar ichida ayol o'limalar yo'qmidi? Yoki biz ularga ko'ngil bo'lmayaptimizmi? Buni har bir Uyg'ur o'ylab ko'rsa bo'ladi. 2020 yili 12 avgust